Qarindoshlar, bu qisqa videoda biz tor bekatlardagi g'uvvalashtirib o'tilgan mayli xabarlarning yoki bir savollarga javob bo'lsin, pul to'lang deb chiqib oldi yoki a'zo bo'ling deb. Bu g'uvvalashtirib o'tgan qismini ichishni o'rganamiz. Masalan, shu tor bet qarsak, masalan, ma qismi g'uvvalashtirib o'tilgan. Ko'gilolmaydigan qilib. Qanday qilamiz desangiz, xohlagancha bir tor ko'rgida Chrome yoki Firefox bo'ladi. O'ng tarafini besib, mousening inspect deganni tanlaymiz yoki bu developer tool deydi yoki inspectni. Inspectni tanlab, ma belgini ko'rdingizmi, ma o'qiya belgisini. Miyadagi eng ustidagi miyadagi. Buni bir chekib deb, shu g'uvvalashtirilgan yerni tanlaymiz. Çeksek bu o'ng tarafda bunun HTML qurilmasini ko'rsatib berdi. O'ng tarafga qarsak mana shu. Va o'ng tarafni tanlasak, ustiga kelib, sol tarafda ashuni o'rin ko'rsatib berdi. Qarsak, bu bir division. Mana ko'rdingizmi, shuning ustiga, rasmning ustiga bir bo'lak. Miyada class blur deb turdi. Blur degani o'zi g'uvvalashtirmoq degan gap. Ba'zi tor bekatlarda responsive blur deb yozish mumkin. Qaysi bo'lsin? Ama hozir ko'rsatgandek o'rnini tepib, blur deganni, mayli boshqa tekst bo'lsin o'rniga. Blur degan xatni nonga. Ondan enterni bosamiz. Mana ichib o'tdi. Blurni nonga bosamiz, ichib o'tdi degan gap. Ba'zida buning ostida, masalan, image degan rasm, shu rasmni ochdi demakchi. Buning ostida ikki class bo'lishi mumkin. Ikkilisida qanda blur degan bir so'zni izlab, agar shuna bo'lib qolsa, ichib olsanglar bu g'uvvalashtirilganini ko'ra olamiz.